Dostum, sizcha? Her qitim yeni bir kitapni qo'limga olganimda o'zim uchun yeni bir ustoz ko'paygandek his qilaman. Kitap mening aqlimga aql qo'shib qolmasdan yolg'izligimda eng yaqin hamrohim. Safarda xudim mayakdek menga yo'l ko'rsatkichidir. Albatta, men bu kitap o'qishni yaxshi ko'raman. Har kuni kech xizmatdan charchab qaytganimda bir parcha yaxshi kitob, qiynoq damlangan choydek shu omon g'arduqimni chiqarib, menga orom baxsh etdi. Anglayotganlar Merkezi Xalq Radio stansiyasining Beijingdan berayotgan programmasi. Assalomu alaykum hurmatli radio anglovchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abaydulla Ibrohimning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Bir düşman yurtinglarga yopirilib kelib etibdi. Podshohinglarni xabardor qilinglar. Fuqarolarga aytinglar, ketishtinglar, bir umr dog'da qolasizlar. Faqir Xotan diyorining oliy hukmroni Yaqub bey oliylarining yaqin quli Niyoz hokim beydurman. Ko'zingni o'yganning ko'zini o'y, tishini to'kkanning tishini to'k. Qisas kelganda ota-onang bo'lsa-mu ayab o'ltirma. O'zini kartlarni tepib, minsni chuvatmisam, oy Muhammad degan itimni yutib bitaman. Manjolar toza hadidan eshibdi. Va davlat oliylarida katta podshohga o'zini chaqlay olmay shirtim o'tqini nemisi u kuffarlarni. Umri voyat hech kimga ishonmadim. Hamma odamdan gumonlandim. Mana endi otliq muhabbatimdan gumonlanib turibsan. Buzurgxon to'rining xitini ko'z oldidan yana bir qitim o'tkazdi. Salom nomini ko'rib bo'lib, ikki yonda yektek tik turgan vazir Ne'matullo xonga, bir bobo Pansatqa, hamma akobir ashraflarga birma-bir qarab chiqdi. Taxtning orqa tarafigacha ko'z yugurdi. Ko'z qarchuqlari bir izda to'xtab, yog'ochdek qotgan yasovul beshini ko'rdi. Habibullah xon mushu topda sal g'angirib tursa-mu, yot kishilar hamda o'zining vazir fuzralari oldida o'zidan to'yalardan maslahat so'rashni biat ko'rdi bo'lg'ay, elchilarga qarab beshini yeniklanishib qo'ydi. To'g'risi, u oddiyla bir parcha salomnomaga. Buzurg xonning iltimosig'ila emas, balki bosh ustida so'ylab yurgan ajal qamchisiga ixtiyoran o'zini tutib berdi. Habibullah xon oq kigizga o'ltirib, podshoh bo'lgandan buyon qattiq qo'lliqi bilan dong chiqargan edi. Odatda u cho'ng kichik ishlarda biraridan maslahat so'rab o'ltirmaydi. Kun siri o'sayotgan shaxs obro'yini hukm farmonining to'g'riligining kapolati deb biladi. Biroq soddalikdan o'tib ahmoqlik yo'liga qarab ketayotgan bu qeyri podshohning biladigan narsalaridan bilmaydigani ko'proq edi. Tumanning hiyli mikr bilan to'lgan bu xatning kimning irodasi va kimning qo'li bilan yozilganligini aslo farq qila olmaydi. Yoqubbek Qo'shbegining bu maktubni yo'llab bo'libla, necha ming lashkarni bo'lak-bo'lakka bo'lib, Xotan zimini zavg'iga, Habibullah xonning yozliq o'rdisiga yiqilib qolganligini bo'lsa, texmi qiyos qila olmaydi. 3-bob piyolni seyidi bo'ran. Tuxumdek toshlar bilan to'lgan piyolma seyining shimol tarafi taklamakon girvaklariga, janubiy oqbosh qoraqurum teg'ining etaklariga bosh qo'ydi. Poyoniga ko'z yetmaydigan bu soy qog'iliq va qorqosh bo'stonliqini bir-biri bilan bog'lab turdi. Yoz kunlaridagi chidog'siz issiq shamol soy osmonidan uchib o'tgan uchar qanotlarning qanotini ko'ydirdi. Sayning u chetidan bu chetiga yetguncha yo'l azobi har qanday beli mazmut yo'lovchini qo'rtib qoqqilib yetdi.
Qora qishning zimiston sovuqi bo'lsa, jo'liqlarning yiliklarigacha o'tib, put qo'lini cho'kumuzdek to'ngiltib etdi. Ani shundoq qora qish kirgili bir oy qolgan chaq. Milodiya 1866-yili 12-oyning 26-kuni chinqi tush mezgilida cheksiz soyning ufuq bilan tutashgan g'arbiy yuzida son-sanoqsiz otlarning to'yiqidan ko'tarilgan kuchli bo'ron paydo bo'ldi. Bo'ron oldida o'rmondek qo'yiq nayzalarning uchi, oli yeshil to'q alamlar, otliqlarning beshi va ularning porqirab turgan qalqonlari ko'rindi. Avval to'p-to'p qora chekitlar, parcha-parcha bo'laklar paydo bo'ldi. Ondan keyin bundaq chekit va bundaq bo'laklar bir-biri bilan tutishib, yer osmon orasini besib kelayotgan qora bo'ronga aylandi. Bu 4 nafar amir lashkar, 10 lab pansat, 15 ming otliq va piyoda lashkarlardan tarkib topgan qora bo'ron edi. Uning kaynida o'tin samon to'shiydigan minglab harva, qo'shin bilan birga yurib, yemak-ichmak tijorati qiladigan necha yuz ho'pigar va chedir bosgan to'y karavallari agishib kelayotdi. Ular Habibulloh xonga maktub elib borg'uchining qarisi yo'qolmay turibla Yakan shahridan qo'zg'algan edi. Bu qora bo'ronni yaqinqi yillarda Qashqarga besib kirgan Muhammad Yoqubbek Qo'shbegi bilan Buzrukxon to'ra o'zi boshlab kelayotdi. Putkul sayni titirtib kelgan bu qora oyoqlar to'pi Piyolma bozoriga kiribla uy-uylarga tarqaldi. Miltiq nayzalar, sovuq dubulg'lar samonxonlarga, otxonlarga tiqib etildi. Ishki odam ko'tirib mongdigan zambaraklar Piyolma o'stingi ko'rikining ostiga yoshirildi. Bozor eg'izidagi kirish-chiqish yo'llarini va xotin tarafga oldini qilgan har qanday kishini taqib ostiga elish uchun do'qmush-do'qmushlarga qorovul qo'yildi. Faqat bular orasidan tolib ilingan 400 otliq lashkarlar yasovul supitida jabdunib, qozondek salla o'rib olgan Yoqubbek va mo'min musulmon siyoqidagi Buzrukxon to'rining boshchiligida Habibulloh xonning yozliq ordisini ko'zlab Zava yo'liga, Mozor Sharif ziyoratiga ot soldi. Xotin bo'stonligining tunji bo'sog'isi hisoblanadigan Zava bozorida ko'zni yumib ochqicha odamning aqli yetmagidek zo'r o'zgarishlar yuz berdi. Bir kechini totliq tushlarning lazzati bilan o'tkazgan Zava puhralari tong etishi bilanla taraf-tarafdagi bo'shliqlarga rangarang chedir bargohlarning tikilib ketganini, chedir atrofida ko'zat qilib yurgan qurolliq odamlarni, egarlangan otlarni ko'rdi. Bajoyiki bu bozorda g'oyibdan bir shahar paydo bo'lgan edi. Tova, nimancha ko'pchidi, nimancha jiq otlar bu. Kishilar eshiklardan chiqibla hayron bo'lib yoqisini tishlashdi, soqolini silashdi. Qandoqdir bir kelishmaslikning shapisini sezgandek parishon bo'lishdi. Bu ixcham qo'shin eg'ir alyotquda Zava tuproqiga xuddi qumliqqa tushgan yomg'ir tomchisidek tibisiz qadam bosdi. Otliqlar farmon bo'yicha otlarning tumshuqini bog'lab tashladi. Chedir qo'zuqlarini qumsal tuproqqa besib kirgizdi. Yo'tilini ichiga yutdi. Hech kim bir-biri bilan o'lik ovozda paranglashmadi. Hamma ish beliq suvda uzgandek shapsiz o'rindaldi. Chedir to'pi orasida boshqa chedirlardan tarxilnib turadigan cho'ng bir yeshil chedir ko'zga alohida tashlanib turadi. Chedir atrofida o'ylanib yurganlar va chedirga pam bilan kirib chiqadiganlarmi ko'p edi. Faqat yeshil chedirdan 30 arg'amcha bo'yi yiroqlikdagi nag'ridon ustida qorovullik qilayotgan lashkar beshilar bu shohona chedirga ijozatsiz kirib chiqa oladi. Necha un qurolliq mahram bilan qo'g'dilayotgan bu chedir har qanday kishiga sirliq tuyg'u beradi. Chedirdan sirtdan chedirga kirib chiqayotganlarning qadamlari ishtik, harakatlari jiddiy edi. Namoz vaqtida yeshil chedirdagi chedir mazini azon to'g'lig'andila, ondan boshqa chedirdagi mazillar azon qichqirishga boshlaydi. Sirliq kechidan kun tiklanganga qadar bo'lgan yarim kun mana mushundoq o'tib ketdi.
Osmondan tushgandekli paydo bo'lib qolgan bu kishilar hech kimni tak etib chekmadi. Puhraning yangi jog'liq narsasini tortib olmadi. O'tin bo'g'iz olvinni musalmadi. Qoida bo'yicha Fotihaga kelgan yurt oqsoqollarini izzat hurmat bilan kutib, loyiqida to'n sarpoy yetib uzatdi. Xavfsirganlarning yurki joyiga tushdi. Hamma ish osta-osta o'z asliga qaytib keldi. Biroq namoz degardan keyin ahvol birdilla o'zgardi. Nog'ridon cho'qqisidan xuddi qanot chiqargandekli uchib tushgan qorovul beshi yeshil chidirg'a o'qday kirib ketdi. Orqadilla kovdek yo'g'on salla o'rab, o'shiqcha keladigan kimxobton kiygan. Beliga keng kamar bog'lab olgan Yoqub bey va Buzrukxon to'ra chedir oldida hozir bo'ldi. Yoqub bey o'ttira bo'y, qo'rsaqliq, yo'g'on burun, damon soqol, do'g'laqini kelgan kishi edi. Yumaloq ko'zlaridan ishonch va tamanno nuri chaqnab turardi. 50 yoshlarga kirib qolganiga qaramay, harakatlari yengil, qadamlari chaqqan edi. U qo'llarini kayniga tutqunicha chedirdan chiqib, quyoshliq osmonga, ondan chedir oldida sapras bo'lib turgan lashkarlarga oldirmay satvelib chiqdi. Amir lashkarlarga qarab shundoq boshlanishdi dedi. Chedir atrofidagi qo'riqchi lashkarlar o'pir-to'pir bo'lishib, xuddi yer yutqandek g'oyib bo'ldi. Yoqub bey o'zini tuzashtirib chedir oldida uyoq bu yoqqa mong'ash kimnidir kutishga boshladi. Bir pasdan keyin bir to'p kishi so'latli kiyingan yoshqina bir yigitning etini yetilagan peti chedir oldiga yetib keldi. Ot ustidagi yigit Habibulloh xonning o'g'li Ne'matulloh xon bo'lib, u xon otisining amri bilan so'g'i salom va shahona tortiqlarni elib, Buzrukxon bilan Yoqub begning huzuriga salomga chiqqan edi. Qorisi ko'ringan yergacha oldiga berib, shahzodaning etining tizginini bo'yniga selib ulgurgan Qashqariya lashkarlari topshiriq bo'yicha uni Yoqub begning oldiga boshlab kelgan edi. Oq pishmoq, qomatlik, qo'yuq soqol burutliq Ne'matulloh xonni ko'rgan Yoqub beg bozg'on xo'rozdek qanot kerib, uningga qarab yugurdi. Salom sahatdan keyin shahzodaning otdan tushishiga yordam bermoqchi bo'lib edi. Uninggacha 4 nafar ponsod shahzodani qimmat baholiq sheshi bo'yim qochilangan sanduqni ko'targandek ko'tarib, ehtiyot bilan yerga qo'yib bo'ldi. Ne'matulloh xon oloyitan jabdungan chedirga boshlandi. Ko'rdiki, u taxmuta qilingan ziyofat ustidan tushgan edi. Dostxondagi qand kesaklar, turli tuman totliq turimlar, o'rlab turgan chil, ulay kovoplari, xilma-xil nozu ne'matlar safardan kelgan, ejir qilgan kishining emas, dostxondan to'yib yongan kishining ishtahosini qo'zg'aydi. Qimmatbaho toshlardan ko'z qo'yilgan oltin kumush qochquchilar ko'zni chaqatdi. Buzrukxon oldi bilan Fotiha berdi. Bir-biridan so'latlik ishki sohib xonning orasida o'ltirgan Ne'matulloh xon mahzaga qo'l uzatdi. Ota maqomliq bu kishilarning xush muomalasi, mehmon do'stligi, yaqinlik gap so'zlari, qoidalik yurish turishlari yosh Ne'matulloh xonda xeyli tuzuk ta'sir paydo qildi. Padişahlıqda amir lashkar bo'lishiga qaramay, beshidan oncha ish o'tmagan sodda shahzoda dastlabida o'zini cho'chaklardagi sirli qasrga, noz kerishmalik o'r g'ilmonlar orasiga kirib qolgandek his qildi-yu, lekin Yoqub begning sherin suxan takallublari bilan tortinishni tark qilib, dostxondan xolig'inicha huzur oldi. Yoqub beg toshqirga qarab yenik javob chaldi. Oppoq to'n kiyib, belini kashlangan yog'liq bilan qiyposh bog'lab olgan. Burutlari amdilardan xat tortishga boshlagan 10 g'ulam kumush patnuslarda oltin hallik dastar, oltin g'ilofliq ispahan qilichi, oltin kamar, kimxob ta'tilla to'n qatorliq qimmatbaho buyumlarni ko'tarib kirdi. Buzrukxon patnuslarni elib Ne'matulloh xonning oldiga qo'ydi va qo'l bog'lab turib, Shahzodamizga kumush o'rda, oltin taxt sovg'a qilsaqmi, aqida ixloslarimizni ifoda qilib bo'lolmaymiz. Sovg'atlarimiz
hozircha loyiqlarda emas. Shundoq bo'lsa-mu, ozni ko'pga tavob qilib, marhamat qilg'aylar, dedi takalluf bilan. Ne'matullohxon birmuncha to'st qilgandan keyin duoga qo'l ko'tardi. Havoning sovuq bo'lishiga qaramay, yuz ko'zlaridan suvari tartapchib chiqqan Yoqubbek Ne'matullohxonning bo'y bastini bir hazo maqtab uchirgandan keyin, alhamdulillah, Qodir egam qadimimizni bu go'zal yurtga sog'-salomat yetkazdi. Shahzodamning didorini ko'rib, ko'zlarimiz ichildi. Murod maqsadlarimiz hosil bo'ldi. Said nasablik to'ram bilan Peqir Qo'shbegining yana bir orzusi shuki, Hoji podshoh otimizning visoliga muyassar bo'la olsak, beshimiz osmonga taqishotdi. Agar xon og'imizning poyi qadimi g'erib xonimizga yetsa, oyoqlarining to'pisini soqilimiz bilan supurib, xizmatkorligimizni jon dilimiz bilan izhor qilsak, shoh oliylari iltimosimizni qabul ko'rsa, tuvan chakir o'rnida ko'rib marhamat qilsa, xayriyat, mushu orzudan o'zga talab muddo ko'nglimizda yo'q. Mubodo u otimiz bu yerga qadam tashrif qilishni loyiq ko'rmasa, o'zimiz oliy ostonlarga berib, bu so'g'alarga yuzimizni surtib, didoriga qinib, ko'zlarimizni ro'shan va munavvar qilib kelmakdan o'zga ilojimiz yo'q. So'zlab etib, Yoqubbek ko'zlariga bir necha qitim yosh oldi. Ovozi sotar torlardek titradi. Peqir inilari oshindorchiliklarining tagiga yetdim. Xotirlari jam bo'lg'ayki, shafqatli shoh otam mehribon va ulfatxumor odamdir. Lavzlarini yetkazib, ostonlarga boshlab kelishga qodirman, dedi u ishonch bilan. Ziyofat va suhbat tamom bo'lgandan keyin ular chedirdan chiqishdi. Buzrukxon bilan Yoqubbek qo'l-qo'l tutish qilib, Ne'matullohxonni egar jabduqlarga oltin yalitilgan Xorazm org'amiqiga mindirdi. Egisini seg'insang ishtig'i so'ngak sol degandek, uning mahram mulozimlariga mu loyiqida to'n sarpoy, tangi xarajat in'om qildi. Ne'matullohxon chopchib turgan esil org'amoq ustida qiyoga qo'ngan bir kutak o'ltirib, qo'li ochiq, hurmati ziyoda bu sohibxonalarga yenish-yenishlab hashqalli aytdi. In'om qilingan org'amoqni yo'rg'ilatib, o'zi minib kelgan jadi etini mulozimlarga yetilatib, Xotan yo'liga qarab ravon bo'ldi. Qashqar qo'shinining amir lashkari Abdulla Pansat uning bilan yon-muyon ketib boradi. Qo'ynidagi nech qavat tovar durdun bilan o'ralgan kesakni pat-pat silab qo'yadi. Yoqubbekning yo'lga chiqish oldidagi, Hoji podshohning huzuriga beringlar-da, aqida ixloslarimizni yetkazinglar. Agar ishonmasa, Allohning mushu kalomini tutib, biz uchun qo'rqmay qasam ichib, harni qilib bo'lsa-mu, uni oldimizga ochiqinglar, degan gapini ko'ngil aynikidan o'tkazadi. 4-bob niqoblangan to'zoq. Habibullohxon odati bo'yicha tongni kutmasdilla o'rnidan turib oldi-da, oldirmay tarat elib joy namozga o'ltirdi. Qiyrilik o'zini ko'rsatganmi yoki boshqa sabab bormi, u podshoh bo'lgandan beri bomdod namozini faqat o'z uyida o'qiydi. Cho'ng jamaga juma namoziga borgandimi, Xotanni Misr deb qiyos qilib, 2 rakat namozni ado qiladi. Ehtiyot yuzasidan jamaga taqdiravon bilan boradi. Namozga turgan cheg'ida ikki tarafida 6 dan 12 yasovul qilishlarni yalanglab, hozirli jang bo'ladigandek tayyor turadi. Ruku va sajdaga bormaydi. Namozni imo ishorat bilan o'qiydi. Habibullohxon 70 yoshdan holqib qolgan bo'lsa-mu, lekin ishki mangzi singib pishgan to'qashdek qizirib turadi. Uzun yillik duo tilovat va zohidlarcha turmush uningga sog'lomlik ato qilgan edi. Biroq o'ti bor yerning suyi yo'q, suyi bor yerning o'ti degandek, podshoh bo'lib yurt tizginini qo'liga olgandan keyin uning oromi buzilg'ili turdi. Garchi ota buvisidan qolgan mirosga tayinib, maishatini qamdab tursa-mu, biroq puhrani to'ydirmoq va sindirmoq xilili tas keldi. O'limoliq, mubtiliq bilan podshohlik, hukmronlikning tamoman o'xshash emasligini bora-bora his qilib qoldi.
Bo'libmi, Omriq o'g'li Abdurahmon xon Rashidin xo'ja avatgan kucha lashkarlar bilan urushib, Piyolmada vafot bo'lgandan keyin uning mijozi birdila yomon tarafga qarab yuz tutdi. Azroilning kun seri yiqilib kelayotgan qadam tevishini anglagan seri qo'li qattiq, tosh yurak odamga aylandi. O'nchiki bir savallik uchun qon to'kadigan, yo'qolan gaplar bilan begunoh kishini darriga bosadigan bo'lib qoldi. Uningcha, ketman o'g'risimu cho'ng gunohkor qatorida hayolsiz o'ldirilishi. Xotanda ishki haramdikidek tinchlik, tartib o'rnatilgan bu yurtda qo'y bilan bo'ra, it bilan mushuk bir o'di yashay oladigan bo'lishi kerak edi. U yerilib ketdigandek lo'qildab turgan beshini, gajgisini o'g'layotgan mahramni, o'rda teyupa akelgan sharbatni bir yoqqa ishtirib qo'yib, zavidan qaytib kelgan o'g'li va Buzrukxonning elchisi Abdulla Pansatni uyida qabul qildi. Pansat bilan qisqil tinchlik so'rashgandan keyin, "Qani so'zlisizlar?" dedi u o'g'liga anglanar-anglanmas qilib. Ne'matulloh xon Buzrukxon bilan Yoqub Bayni og'ziga teymay ta'rifladi va ko'rgan anglaganlarini eng chiroyli so'zlar bilan bayon qildi. Ularning o'tinishlarini nihoyatda tafsiliy va ta'sirli qilib so'zlab berdi. Habibulloh xon o'g'lining yot odam oldida yot bir hukmronni maqtab uchirganidan sal xafa bo'lgan bo'lsa-mu, lekin uningga shirib bir nima demadi. Abdulla Pansatning suol nazaridagi ko'zlariga qarab qo'yib, o'zicha chechildi. "Sizlarmi bilasizlar? Qirdim, mag'durumdan qoldim. Yo'l yurishga ancha tavim yo'q. Uning ustiga yaqindan beri tushim buzilib turdi. Bu nemishkin tong?" Demisimu bir necha kun ilgari u tongga yaqin tushidan cho'chib uyg'onib ketdi va tong etishi bilan divonga chiqib salom sahat rasmiyatlarini ado qilgandan keyin o'lima Qur'ondozlarni oldiga chaqirdi. "Anglanglar, tongga yaqin shundoq bir tush ko'ribdiman. Tushimda jimi xotan puhrolarining kallasi yo'q. Tini bo'lsa midirlab yuramish. Qani, bu tushning ta'biri nima?" dedi u buyruq ohangida. Oljoqu so'zlab qo'yib balog'i qilishdan qo'rqdi bo'lg'ay, o'limalar yerga qarashdi. Qur'ondozlar kitobdan beshini ko'tarmadi. Bu sukunatni oxir Habibulloh xonning o'zi buzdi. "Bu bir yomonlikdan bishorat. Bu yomonlikdan xalos bo'lish uchun o'rda atrofidagi etiz eriq bo'ylaridagi tamomiy mevelik, mevasiz daraxtlarning g'olidan odam bo'yi qo'yib kesib tashlanglar." Tanglikdan qutulgan o'limalar podshohning parosatiga orqa-orqadan opirin tavazzular o'qishdi. O'rda amaldorlari bu hukmni farmonbardorlik bilan ado qilishdi. Lashkarlar miltiq nayslarini tashlab qo'liga palto oldi. Butkul xo'tallik daraxt kesishga tutindi. "Oliylari, dil xazinlarining sehiy himmatlaridan suyunib turib, kalom sherib oldida qasam ichamanki, bizlik vorlarimizning o'zlariga bo'lgan hurmat, ixlosi iymondek pok, shabnamdek sopdir." Habibulloh xonning orsalda bo'layotganini pamlagan Abdulla Pansat xon oldida tizlandi va qo'ynidan shart qilib Qur'onni sug'urdi. Uni ikki qo'llab maydasiga besib turib dedi: "Oyoqlarining changlari biz uchun muqaddasdir. Muborak didorlari ko'zni ro'shan qilguvchi to'tiyadir." Habibulloh xon so'zlashga tamshalgan o'g'lini ishorat bilan to'xtatib qo'ydi. Ishkaylarni toshqirda saqlab turishga buyurdi va Qur'ondozni chaqirdi. Bir puti go'rga sangilgan qiyri Qur'ondoz qilin kitobini ochib, ermosh-chirmosh qurlarga chaqmoq tezligida ko'z yugurtib chiqqandan keyin mundaq dedi: "Bilish kerakki, har oyning 9-chi, 19-chi, 29-chi kunlari Zuhal va Mirix yulduzlari mashriq bilan mag'rib orasida bo'ladi. Bu kun muborakdir. Bu kunda safar qilmoq, ulug'lar bilan ko'rishmak lozim. Bugun Mahibaratning 9-kunidir. Ro'shanki, bu safar oliylarga munosibdir." Habibulloh xon ko'zlarini to'risining nariga doğru tikdi.
ozroq o'ylanib elib, yasovul beshig'i farmon berdi. Safar hozirligini qilinglar. Ayol o'tmay, Buzrikxon to'ramning istiqboliga chiqamiz. Habibulloh xon safar qoidasi bo'yicha 2 rakat namozida Fotihadan keyin qaysi bir surani 7 qitim o'qidi. 10 marta istig'for etdi. 3 marta durud o'qib, qutb yulduzining o'rnini keyniga tashladi-da, safarga ot soldi. U Qur'ondozning ijozati bilan emas, balki intayin murakkab hislarning orasidan bosh ko'tarib chiqqan insoniy tuz ko'ngillikning turtkisi bilan bu safarga tavakkul qilgan edi. U polga emas, Allohning irodasiga, taqdirning hukmiga ishonadi. Boshqalarning oldiga berib, birodarlik salamini ilik elish taqvodor musulmonchilikning tub alomati sifatida adablik bandiga xos harakat edi. Uningcha, bandining roli, harakati, tafakkuri intayin tor cheklama ichida rol o'ynay oladi. Bu rol har qancha cho'ng bo'lgan taqdirdami, bandining o'z taqdiriga zinhor ta'sir ko'rsatolmaydi. U o'zining har qanday faoliyatini o'sha cheklama doirasida deb qaraydi. Hatto podshohlik huquqini, boshqalarning taqdirini bir taraf qila oladigan cho'ng imtiyozni o'sha kichik doira ichida deb tushunadi. Habibulloh xon, Buzrikxon, Yoqub bek kabi chaqirilmagan mehmonlarning xotin tavasiga ijozatsiz kirib kelishini, o'zining mushu safarini o'z taqdiriga ta'sir ko'rsatolmaydigan, faqat o'sha chek doirasida rol o'ynay oladigan arzimas ish deb biladi. Mavlona Jaloliddin Rumiyning Todili mardi Xudo noyat badard. Hech mardira Xudo rasvoni kard. Ya'ni kishining dili buzuq bo'lmasa, Xudo uni rasvo qilmaydi degan mashhur misralari uning qiyomatlik angushtari edi. Habibulloh xon yo'l bo'yi bir eg'izmi undimadi. Ot ustida o'ltirib, esida qolganligi ishlarni, ahmiyatlik va ahmiyatsiz voqealarni birma-bir yodidan o'tkazdi. Tunji kuni Qoraqoshda qo'nib, Fotihaga kelgan bek to'xsabolarga duo berib, yurt ahvolini, fuqarolarning hol kunini so'radi. Atsi peshin vaqti bilan zavidagi yeshil chedirga yaqinlashdi. Yoqub bek Nog'ridon bog'riga kelib, Habibulloh xonni to'rt ko'zi bilan kutib turgan edi. Uning yanida qilin juvsidan beshi oran ko'rinib turgan Niyoz Hekimbek qo'l qo'shtirib turadi. Dong to'pisi ajoyib qizib ketgan. So'naychilar hadab so'naychilatdi. Nog'ridonbaq sadosidan qum barxonlari, dal-daraxtlar titraydi. Nog'ridondan yeshil chedirg'icha bo'lgan iznosiz yo'lning ichki yiqida puhralarda kiyingan lov lashkarlar g'ujmak bo'lib elib, quloqlarini tutib, "Zaman! Zaman! Tinch zaman! Habibulloh podshohning zamoni!" deyishib cho'qan ko'tirishadi. Nog'ri Sunayning quloqni g'oz qilgudek g'alvisi va oyim kunidagidek cho'qan surallik kayfiyat jimjitlikni xohlaydigan. So'pi mijoz Habibulloh xonga onchi yiqib ketmadi. Ixlosman, darvishona musulmonchilik muhitida cho'ng bo'lgan bu kishi Xotandamu Nog'ri Sunaysiz va mashrab bazmisiz tantana qoidalarini yurgizmoqda edi. U bu ishlarning hammasining o'zi uchun bo'layotganligini o'ylab, apuchanlik nazar bilan do'ngdagi nag'michilarga yiroqdan salom berib qo'ydi. Yoqub bek Habibulloh xonning qarsini ko'ribla, kirishdan ayrilgan o'qdek etilib, uning oldiga yetib bordi. O'ngrab yig'ilganicha xon mingan otning uzangisini xuddi oshiq o'z mahbubisining lavlariga so'ygandek so'yib ketdi. Yutsini mahkam quchoqlab, to'pi bosgan mahsiga yuzini yoqdi. Marhaba hoji ota. Ko'ryapman. Jamollari quyoshdek nurona. Baslari sarvizimni qomat tikkan. Pekir musofirning o'tinishini qabul ko'rib, g'eyriboni kulbimizga qadam tashrif qilganlari bizga ne baxit, ne omad. Yoqub bek Habibulloh xonning etini Niyoz Hekimbekka yetilatib, o'zi uning oyoqlariga yelimdek yepishib, yeshil chidirning oldiga boshlab keldi.
va uni kichik bolani xoposh qilgandek xoposh qilib chedirga akirdi. Amirni amir, bagni bag, mahramlarni mahram o'z chedirlarga boshladi. Habibullah xonning 2 nafar zabardast xos mahramimu uni mig'iniga unimay bir kichik chedirga akitildi. Habibullah xon o'tkir ko'zlar bilan yeshil chedirni bulum pushqoqlargacha ko'zitib chiqdi. Buzrikxon to'rini yoki Buzrikxon to'riga o'xshaydigan salobatlikrak birarni chiliq turolmadi. Onun ko'rgani qo'l qo'yishtirib beshini egib turgan bir qancha mulozim bo'ldi. Bu qitim bu yerda Ne'matulloh xonga roslangandek shahona dasturxon hozirlanmagan edi. Aqallisi tuzukrak biror shirami ko'rinmaydi. Nozu ne'matlardan bo'lsa asarmi yo'q edi. Dasturxon yeyilgan yerda qo'rsoqliq odamga o'xshab ketadigan yo'g'on cho'yun mesh turatdi. Meshda quruq o'rik o'tini gurildab ko'ymoqda edi. Chedir havosi badbo'y va dimiq bo'lib, to'risdagi gazvoy chiroq bo'lmasa edi, chedir yangnidekmi sho'li tushmaydigan qorong'u sham go'rga o'xshab qoladi. Bu yerdagi murdadek jonsiz odamlar, gilamlar, to'riklar, chedir temig'i esilgan qilich va badbashiri suratli qalqonlar o'ziga bir muhim sirni yoshirgandek qiladi. Habibullah xonning dimig'i etishdi. Ko'zi to'rlashgandek bo'ldi. Oyoqlari darmonsizlandi. Tuz yerda ketib yetib putlashgan otdek tuyuqsiz do'pildab ketgan yuragidan boshlangan g'alati bir sezim tomir-tomirlarga tarqalib, tirnoqlarining uchigacha yetib bordi. Chekisidan do'milab tushgan tomchi-tomchi ochiq ter udul ko'ziga kirib ketdi. Uning yuragi qandoqdir bir benormallikni sezib tursa-mu, lekin u taklif qilingan ko'rpa ustiga adab bilan yukinib o'ltirdi va chin ixlosi bilan duo qildi. Uning bu duosida xotirjamlikmi, beoromlikmi, Allohga bildirgan tashakkurmi, iltijomu, rozilikmi, omonlik tilashmi mujassam edi. Bismillahga tili kelgandan boshlab tarasiz yerga dastlab boqmagan bu ixlosmand podshoh har ehtimolga qarshi kalima shahodatni zikr qilib iymonini yengilib oldi. Yoqubbekning chiroyida bo'lsa kamdan kam ko'riladigan xotirjamlik, eg'ir besiqlik alomatlari aks etadi. O'zini tutishlari qoidalik va ratlik edi. U yenida o'ltirgan Niyoz Hekimbekka va qo'l bog'lab turgan mahram mulozimlarga yo'l qilib qarab oldi-da, Habibullah xonning oldig'iroq surilib keldi. Kulimsirab turib mundaq dedi. Hoji otam Makka mukarrama, Madina munavvarada 7 yil miqdori istiqomat qilib, mujovirlik maqomiga yetgan kishi. O'limala g'ozi yoki hoji bilan bir marta quchoqlashib ko'rishganlik, payg'ambar bilan 1000 qitim quchoqlashib ko'rishganga barobar ekan. Hoji otam bilan bir qitim quchoqlashib ko'rishishga muyassar bo'larmanmikin? U Habibullah xonning javobini kutmayla qo'llarini uning bo'yniga soldi. Mahkam quchoqlab yerga bosdi. Niyoz Hekimbek chaqqonlik bilan harakat qilib, Habibullah xonni qopni ko'targandek ko'tarib, chedir ichidagi to'siqqa akirdi. Org'amchilarni tutib, to'siq ichida yoshirinib turgan mahramlar uning eg'iziga poytini tiqib, kiyim-kechaklarini soldirib, chambarchas qilib bog'lab tashladi. Bu jarayon shundoq tezlik, shundoq abjillik bilan o'rindaldiki, Habibullah xonmu nima bo'lganligini ongqirolmay qoldi. Qorchig'ining o'tkir tirnoqlari orasida tipirlab qolgan bequvul bo'jandek g'ing qilishga ulgurolmadi. O'ylamaganda yuz bergan bu baxtsizlikdan kuchli shamolga duch kelgan istak tarqalib ketgan Asiyodini yig'ib olganda bo'lsa, u qopqonga tushgan bechora o'lchiga aylangan edi. O'zila emas, chedirlarga boshlab ketilgan beg sipohlarimu o'ziga o'xshash oqibatga duch kelgan edi. Yeshil chedirda yuz bergan ovozsiz, shapsiz potparaqchilikdan keyin hamma narsa o'z iziga tushdi. Yoqubbek Niyoz Hekimbekka qarab qanoat hosil qilgandek mag'rur kulimsirab qo'ydi va oldin tayyorlangan maktubni elib, ustiga hoji podshohning muhrini bosdi.
Men ukam Yoqubbek bilan bir kecha billa qunib, qong'uchi mungdishib, ati o'zim yo'l boshlab shaharga akiraman. Sizlar qaytib ketib, o'z ishinglar bilan mashg'ul bo'linglar. O'g'lim Ne'matullohxon Yasovul Bishi, Tozi Lashkar, Shayxul Islom va Devonbeklarni ilib, ati oldimizda hozir bo'lsin. Bu inoyatnoma aqlga sig'mog'idek cho'ng ishlar yuz bergan yeshil chedir sirtida oylanib yurgan ikki xos mahram orqali Habibulloh xonni ziyofatga uzatib etib, Nog'ridon yenida kekirib, kerilib o'ltirishgan 1300 lashkarning amriga yetkazildi. Kang toshi dostxon ne'matlaridan sezgusiga dast ketgan G'ofil Amir podshohining inoyatnomasini o'qidi. Inoyatnoma oxiriga podshohining Val habibullazi turja shifoathu, ya'ni payg'ambar bo'lsa Allohning habib do'sti, uningdan shafoat umid qilinadi degan xatlar naqshlangan so'qchoq xususiy muhrining besilganligini ko'ribla otlarining beshini shahar tarafga qaratdi. Yoqubbek atsi tong sahardala piyolmadan yetib kelgan zo'r qo'shin bilan billa Xotanga yurish qildi. Cheketgidek yamirgan necha 10 ming otliq lashkar qo'rqish zaminini rahimsizlarcha chaylab o'tib ketdi. Har tal giya, har zarra tuproq yotlarning oyoq ostida zar-zar yig'ladi. 5-bob Darvish ota nadisan. G'alati ish. Almisoqdan beri qish faslida bo'ron chiqmaydigan bu yurtda tunugun tun nisbi bo'lganda ajoyib shiddatli bo'ron ko'tarildi. Qaybosh g'arbdan bulut ko'chgandek besib kelgan to'pichang oldi bilan yulduzlarni, ondan oyni xiralashtirdi. Yer bilan osmon orasini go'yo jahannamdek qorong'ulashtirib, Yo'runqosh daryosining kalkunidek gurkirdi. Po'r daraxtlarni qon belidan sundirdi. Ko'chatlarni tut yiltizidan qumirivatdi. O'g'zilarning to'pisini uchirib, bo'risini osmonga otdi. Ko'ch-ko'ylarga bir ilik to'pi tashladi. Texmu g'alati yeri shu bo'ldiki, bo'ron qandoq tez kelgan bo'lsa, shundoq tez o'tib ketdi. Bu ajoyib bo'ron haqidagi sirliq gap so'zlar tong yo'rishi bilanla eg'izdan eg'izga ko'chib yurib, shaharni bir oldi. Mullamning deyishicha, Shiva qadr o'tibdi-dak. Qosim Oqvoshning kuchki Shiva qadriga qarab qavobdi ekan, og'zi ichilgan beti qetib qopti. G'ozi mullammo og'ziga kelganini so'zlayveradigan odam. Shiva qadrini u qandoq ko'ribdi? Ko'rgan bo'lsa, hiliqi kuchukdek og'zini ochgan beti qetib qolmamdi. Biroq shu kuni tushdan keyin bas munozaraning temasi boshqa bir tarafga burildi. Kishilar do'qmushlarda 5-6 dan bir bo'lib elib, sirliq tusda pichirlashadi. Pichirlashib etib, nimadandir qo'rqqandek oliq-jaliq bo'lib atrofiga qarab oladi. Ba'zilar kun g'arbga egilmasdilla do'konlarini taqib, ovqatlarini tashlab choyxonalarga berib oldi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, Yazg'uchi Abaydullah Ibrohimning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglaysizlar. Podshoyim, bu bechora dehqonning bir qo'shiq qinidan kashdilar. Bu to'p bir ojiz fuqaroning qini bilan bo'yalmasin. Texir uni fuqaroga emas, dushmanga taqobil turishga yozganman. Qashqarda Buzrikxon, Muhammad Yoqubbek qo'shbegi deydigan farg'onaliklar obdonlik kuchlanib qolgan o'xshaydi. Ular Qashqarni, Yakanni fath qildi-dak. Yana qushcha xo'jilari bilan urushibmi, inoyat tepibdi. Man o'g'lim bola degan yurt beshiga kun tusi qarab